O'zbekistonning xorijdagi eng yaqin elchixonasi yoki konsulligi qayerda ekanligini bilasizmi? Bu O'zbekistonning Qirg'izistonning O'sh shahridagi bosh konsulligidir. Andijondagi Do'stlik chegara bojxona postidan o'tganingizdan keyin 20 kilometrlar yurasiz xolos. O'sh shahridagi O'zbekiston Respublikasi konsulstvasi juda ham fayzli joy qilishgan ekan. Mana bu yerda mana tabiiy qoplamali mana maydon, voleybol maydonchasi qilingan. Juda chiroyli, juda fayzli joy bo'lgan ekan. Hali ko'p bo'lmadi. 2023-yilning 7-dekabrida ochilgan. Ushbu konsullik okrugi tarkibiga Qirg'izistonning O'sh, Batkent, Jalolobod viloyatlari kiradi. Nimaga bu yerda ochilgan? Sababi O'zbekiston elchixonasi poytaxt Bishkekda. Avtomashinada borilganda 10-12 soatlik masofada joylashgan. Qirg'iziston janubida, jumladan O'shda o'zbeklar bilan bog'liq masala ko'p. Masalan, anchagina o'zbek talabalari o'qiydi. Shuningdek, O'zbekistondan qiz olib, qiz berishni gapirmasa ham bo'ladi. Shu va boshqa sabablar inobatga olingan. Kiraverishda O'zbekiston hamda Qirg'iziston bayroqlari kirgan odamning ko'zi shu yerga tushadi. Binosiga kirsangiz vatan hidini tuyasiz. Bezatilishidan tortib jihozlarigacha milliylik bor. Shu bilan birga oddiylik ham. Eshik derazalari hammasi o'zbekona qo'yil qoldi. Juda iliq kutib olishadi. Choymidi, qo'llariga ilingan shirinliklar bilanmi mehmon qilishadi. Sizni eshitishadi. Odam o'zini bexavotir, xotirjam his etadi bu yerda. Qirg'izistonda, jumladan O'sh viloyatida bo'lib turgan barcha vatandoshlarimiz o'zlarini qiziqtirgan har turli masala yuzasidan mazkur konsullikka murojaat etishlari mumkinligini eslatib o'tamiz. Ma'lumot uchun konsulligimiz O'sh shahrining Absamat Masaliyev ko'chasi 3-avida joylashgan.